Salom do'stlar, sizlar bilan Beka. Beka o'z motori. Hozir bizda ko'rib turibsizlar. Qanday qilib coin olamiz? Buni ko'ryapsizlar. 4000 ta meni coinim. Voydod. Buni qaranglar. Uning uchun sizlar akkaunt ochasizlar, akkaunt ochasizlar, keyin mana bu chiqadi. Shu videolarimda qarab ko'ringlar-da, video. Akkaunt ochishni o'rgatganman. Buni qaranglar. Keyin mana shu zadaniyalar qilasizlar. Keyin bundan keyin coinlar bo'ladi. Oxirida CLS beradi. Buni bermaslik kerak. Menga ana mashinani berish kerak. Haligi Hypertruck mash. Shundan berish kerak. Ammo menda bor-da shu mana. Sizlar bir haftada shuni olasizlar. Va menda u mashina bor-ku. Va CLS olasizlar 14-kun. Men ham CLS olib bo'lganman. Rostdan. Bu boshqatdan beryapti. Yana bitta CLS olamanmi bilmayapman. Pojib sabada. Tushunmagan bo'lsalaring yaxshilab ko'rib olinglar. Hozir bizda foydali maslahat bo'ldi. Rangini o'zgartiring. Xo'sh, foydali maslahat bo'ldi va keyingi videogacha xayr.